Sizdan sichqon hidi kelyapti. Oyijon, borib keldik. Navarangizga fenilketonuriya degan tashxis qo'yishdi. Voy, nima ekan fenilketonuriyasi? Tushuntirasiz menga bunda? Bu irsiy kasallik ekan. Genetik va modda almashinuvining buzilishi ekan. Oyijon, bu kasallik bilan psixiatr, nevropatolog, pediatr, dietologlar shug'ullanishar ekan. Oyijon, yana ham buni-chi bilibmiz. Bu kasallikning erta tashxisi tanadan sichqon hidi kelar ekan. Asoratlari, soch oqarishi, sudraga berishi, hattoki aqli zaifgacha borar ekan. Voy, o'lmasam. Eng alamlisi, buni davosi yo'q ekan. Nima? Nevaram o'ladimi? Yashaydimi? Agar yaxshi parvarish qilsak, yashab ketar ekan. Qilamiz. Nima kerak bo'lsa qilamiz, xo'p? Bunga sizlarning yordamingiz kerak, oyijon. Albatta. Yordam beramiz. Qo'limdan kelgancha borimni beraman. Oyijon, bu kasallikning maxsus ovqati bor ekan. Hali rosa ko'p pul ketadi. Doktorlarga qaratish kerak buni. Voy Dinaraxon va Oyijon, nimaga unaqa tushkunlikka tushyapsizlar? Men Jahongir akamga aytaman, kerak bo'lsa mashinalarni sotib bo'lsa ham davolatamiz, ovqatlarni ham olib kelib beramiz o'zimizda. Dinaraxon, siz siqilmang. Men bular kasallar aytaman. Boringizga shukur. Kerak bo'lsa mashinalarni sotib bo'lsa ham davolatamiz bolani. Oyijon, to'xtang, yana bitta gap. Voy, boshqa gap eshitishga madorim qolmadi, bolalarim. Yo'q, eshiting mani. Akrom akam uydan g'alati hid kelyapti deb oxirgi payt yotgani ham kelmayaptilar uyga. Bir-ikki SMS-larini ko'rib qoldim. Kim bilandir SMS-lashyaptilar. Kimgadir ilakishib qolganga o'xshavatdilar, oyijon. Dinaraxon, siz hozir farzandingizga qarating butun e'tiboringizni. Akromni menga qo'yib bering. O'zim bir ta'zirini berib qo'yaman. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Bo'ldi. Oyijon, opajon, sizlarga rahmat. Agar sizlar bo'lmaganingizda bu kasallikni biz yenga olmasdik. Akajonimga ham rahmat deb qo'ying. Voy, Dinaraxon, shunda bu kasallik bo'ldimi? Davolandimi? Voy, buncha yaxshi. Oyijon, bu kasallikning davosi yo'q. Endi faqat bu yog'iga parvarish qilamiz-da. Yo'q, mayli. Parvarish bo'lsa qilamiz. Endi sizlarga qizlarim bitta gap. Sizlardan juda charchadim-da. Nimaga, oyijon? Nimaga? Nima bo'ldi, Oyijon? Voy, men ham adajoningizlar bilan bemalol uyda o'tiring, er-xotin bo'lib, juda charchatib bordinglar nevaralarim bilan. Xullas, bugun Jahongir Antaliyaga bilet olib kelyapti. Oilaviy borib dam olib kelinglar, xo'pmi? Sizlarga ruxsat. Voy, rahmat Oyijon. Mazza qilib dam olayotganmiz. Boringizga shukur Oyijon. Rahmat Jahongir akam bilan mazza qilib dam olib kelamiz Oyijon. Rahmat sizga. Rahmat, boringizga shukur. Rahmat Oyijon. Opajon, anogam ko'paligingizniki ham. Boriga shukur. Allohim, yaxshi kuningga ham, yomon kuningga ham shukur qildim.